Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 23-fevraldan 26-fevralgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 24-26 ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Harorat 23-fevralda kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 24-26 kechasi 2-7 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 24-26 ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 23-fevralda 5-10 daraja iliq, 24-26 3-8 daraja iliq. Kunduzi 23-fevralda 15-20 daraja iliq. 24-fevralda 13-18 daraja iliq, 25-fevralda 8-13 daraja iliq. 26-fevralda 10-15 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida 23-fevralda kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 24-26 kechasi 2-7 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23 va 25-fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 24 va 26-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 23-24 kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 25-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 26-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 23-24 18-23 daraja iliq. 25-26 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. Faqat 25-fevralda 13-18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 24-26 vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi 2-7 daraja sovuqdan 2 daraja sovuq 3 daraja iliqqacha. Kunduzi 3-8 daraja iliqdan 8-13 daraja iliqqacha bo'ladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Do'stlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.